Hali podpисчиlar qilingan ishlarimiz mana urgan g'ishtlarimiz hozir teshiklarni ham olib chiqyapmiz endi. Mana urganlar go'zal chiqqan g'ishtlarimiz. Tabiyalar urilgan. Вообще четкий urilgan g'ishtlar. Endi faqatgina hozir urgan g'ishtlarimizni ishimizni topshiryapmiz. Yamab chiqyapmiz teshiklarni. Nimalarni yamab chiqyapmiz. Soya tushmasligi kerak ekan. Mana bunaqa plotniy bo'lib turish kerak ekan. Plotniy bo'lib turish kerak ekanda. Qayerda bor endi? Hop. Mana bu yerlarda yamab chiqish kerak mana. Mana mana. Yamab chiqish kerak mana shu yerlar. Bunaqa joylarda yamab chiqish kerak ekan mana. Loy bor bu yerlarda. Prosta soya tushib turibdi bu yerlarga. Mana shunaqa qora joylarni yamab chiqish kerak bo'ldi mana. Yamab chiqish kerak ekan. Mana shu qora turgan joylarda hammasini yamab chiqish kerak mana. O'zi bu qora turgan joylar ana вообще четкий mana. Rasvori bor, hamma yo'g'i joyida. Mana shunaqa qilmasa hozir ish qabul qilmayapti. Zamasga qilyapti. Ishlarimiz mana. Bu taraflarda ham mana shunday g'ishtlarimiz urilgan. Hurmatli podpисчиlar. Prosta mana soya tushib turgan masjidlar to'ldirib chiqish deyapti-da. Mana bunaqa plotniy bo'lib tursin deyapti. Yoshlar qabul qilyapti. Loy bor dedi. Soya tushib turibdi bu yerga. Mana shu teshiklar ham yamaladi hozir. Shu teshiklar ham yamalish kerak mana. Yamab chiqish kerak. Bular ko'rinmaydi, bilinmaydi bular. Mana bunaqa to'liq mana g'ish bir-biriga ulangani bilinmasligi kerak ekanda, qaranglar mana. Mana shu yerda g'ish ulangan mana. Mana shu bir-biriga ulangani bilinmasligi kerak. Uzoqdan qaraganda g'ishtlar ulangani bilinmasdan cho'tga turish kerak ekanda. Mana shunaqa biz Yevropada boshqa qilib ish topshiramiz. Podpисчиlar. Siz navbat sizga podpисчиlar. Like bosinglar, yurak sevasizlar. Like bosinglar. Samarqandlik akamiz.